Masjiddan chiqmasdan turib g'iybat boshlanib ketib qoladi gohida. Yoki masjiddan bir qadam tashqariga chiqish bilan g'iybat boshlanadi. G'iybatni sodir etish shu darajada yengil va oson ishki, lekin uning javobgarligi eng og'ir ish. Eng og'ir ish bo'lganligi nimadan? Aynan o'zingiz nafratingizni sochib, yomon ko'rgan odamingizni g'iybat qilasizda, Alloh uni tavbasiga nimani buyuryapti? Aynan o'sha o'zing yomon ko'rgan, nafratingni sochgan odamdan borib, jamoani ichida kechirim so'raysan, deyapti. Kafforati shu. Qaysi jamoani ichida g'iybat qilgan bo'lsangiz, shu xuddi shu jamoani ichida men falon kuni falon insonni bo'yi pakana deb qo'ygan edim, cho'loq degan edim, qulog'i kar, ko'zi ko'r degan edim, yoki hech narsasi yo'q, yalangoyoqda degan edim. Bilib qo'yinglar, o'sha kuni men g'iybat qilgan ekanman. Men o'sha kuni noto'g'ri inson bo'lganman men. Gunoh ma'siyatni sodir etganman. O'shandan tavba qildim. O'sha aytgan gunohimdan qaytdim men. Aytgan so'zimdan qaytdim. O'sha odamni o'zidan ham inshaalloh uzr so'rayman men. Bundan keyin bunaqa gaplarni gapirmayman deb jamoani ichida aytish kerak. O'zingiz tasavvur qiling endi, o'zingiz yomon ko'rgan insonni jamoani ichida maqtayapsiz endi. Nafs qo'ymaydi. Kibrohvo hech bunga yo'l bermaydi. Nafs aytadi, qo'y endi Alloh kechirar deydi. Shuncha jamoat ichida endi uni yomonlab qo'yding, so'kding, haqorat qilding, endi kechirim so'raysanmi deydi. Obro'ying to'kiladi. Odamlarning oldida nima degan odam bo'lasan o'zi? Ertaga hamma mana g'iybatchi, bu kuni masjidda tavba qilgan edi deb gapiradi-ku. Undan ko'ra indamay qo'ya qol, Allohning o'zidan tavba qilsang kechirib yuboradi-ku deb nafs vasvasa qiladi. Shayton ham kelib qo'shiladi. Natijada so'rolmaysiz. Uzr ayta olmaysiz. Aynan shu ish qiyomat kunida yoqamizdan oladi. O'sha yomon ko'rgan odamimiz biz qilgan ishlarimiz uni foydasiga qarab ketadi. Ya'ni g'iybat qilganligimiz uchun bizlarni ibodatlarimizni odamga olib beradi Alloh taolo. O'qigan namozimiz, tutgan ro'zamiz, bergan zakotimiz, ado etgan haj ibodatimizni savobi nargi odamga qarab ketadi. Endi bordi-yu bizlarni savoblarimiz yetmay qoldi. O'sha qilgan g'iybatimizni o'rnini qoplolmadi. Nima qilinadi? Ana u g'iybat qilingan, rasvo bo'lgan odamning gunohi ma'siyati endi bizga yuklanadi. O'g'irlik qilgan ekan. O'sha o'g'irlik qilgan gunohi bunga, sen o'g'risan deb bunga yuklanadi. Zino qilgan ekan, sen zino qilgansan deb bunga yuklanadi. O'sha ishlarni qilgan odam qarasangiz oppoq bo'lib qoladi. Shuning uchun Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Agar g'iybat qilish shariatda mumkin bo'lganda edi, men ota-onamni g'iybat qilgan bo'lardim. Ya'ni ularning gunohini hammasini o'zimga olgan bo'lardim. Ammo g'iybat qilish harom bo'lganligi uchun men g'iybat qilmayapman deganlar. Tasavvur qiling. Agar g'iybat qilish mumkin bo'lsa, ya'ni birovning gunohi ma'siyatini o'zini bo'yniga olish imkoniyati bo'lganda, men ota-onamning gunohi ma'siyatini o'z bo'ynimga olib ularni g'iybat qilgan bo'lar edim. Lekin shar'an bu narsa harom bo'lganligi uchun g'iybat qilmayman deganlar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining ajoyib bir gaplari bor. Men dedilar, qiyomat kunida g'iybat to'g'risida so'ralmasligimni umid qilaman degan ekanlar. Ya'ni umrlari davomida Imom Buxoriy birorta odamni g'iybat qilmagan ekanlar. Ya'ni qiyomat kunida Imom Buxoriydan qarin turchi o'rningdan falonchini g'iybat qilgansan degan savol berilmaydi deb umid qilaman deyaptilar. Juda katta maqom bu. Umri davomida hech kimni g'iybat qilmasdan hayot kechirmoqlik eng mashaqqatli ish. Faqatgina o'ta ulug'lardan, valiyulloh bo'lganlardan, mushtahid zot bo'lganlardan, Allohning do'stlik maqomiga erishganlardangina bu narsa bo'lishi mumkin. Qolgan hammamiz shu botqoqqa botganmiz. Ya'ni g'iybat qilishlik gunoh ma'siyatiga ming afsuski, ozmi ko'pmi baribir berilib qolganmiz va hammamizda g'iybat qilingan holat bor. Ana shunday insonlarga jahannamning vayl degan vodiysini Alloh taolo jazo tariqasida belgilab qo'yibdi.